Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi Akfa oldi romlarimizni ustunovkasini tugatib bo'ldik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Nayman qishlog'iga o'rnatib berdik. Bu joyimizni jami uzunligi 24 metr. Qadrli kuzatuvchilar, sizlarga bir chekkadan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu ishimiz Akfa'ni originaldan G306 mokrisidan tayyorlab o'rnatib berdik. Oynalari Kalyonning 06 li qalin oyna solingan. Mana uzunligi 24 metr, bo'ylari 3.8. Bu joyimizga ikkita katta balkon qanotdan ikkita eshiklar ustunovka qilingan. Mana bu orqa tomon chiqishi, nariyada oldi tomoni bor. Hozir u tomonni ham ko'rsataman. Xudo xolasa hamma yo'g'i chotga chiqqan bu ishlarda ham. Mana zamovlari har doimgi turetskiy original zamovlar. Bozlari balkon profildan qilingan. Xudo xolasa ligirovkalari hamma yo'g'i go'zal holatda. Mana qadrli kuzatuvchilar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda o'rnashtirildi. Ustunlarni mana har doimgidek har bitta ustunlarni old taraflarini alkafonlar bilan o'rab berdik. Bir chekkadan ko'rsatishni boshlayman. Bu birinchi eshigimiz. Bu eshigimizga ham profillar, balkon profil, zamonlari, turetskiy zamok, ligirovkalari ham go'zal holatda. Bu eshigimizning razmeri eni 2,5 metr, bo'yi 280. İşte ichki tomonlarini ham ko'rsataman. Bu xonadonimizda qurilish davom etyapti ekan. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa hamma yo'g'i juda ham go'zal holatda o'rnashtirilgan. Romiz ruchkalari ham Akfa'ni originaldan qo'yilgan. Petlalarni ham 3 tadan qo'yib qo'ydik. Mana xudo xolasa ochilib yopilish ligirovkalari ham go'zal holatda, romlarimiz ham. Bitta ustun orasidan ikkitadan qanot ochilgan, bittasidan ochilmagan. Yana bunisidan ham mana ikkitadan qanot ochilgan, keyingisidan ochilmagan. Egasini xohishiga qarab shunaqa holatda qilindi. Ochilib yopilish ligirovkalari xudo xolasa go'zal hamma yo'g'i. Mana qadrli kuzatuvchilar, xudo xolasa shunaqa oldayman romlar, eshik derazalar bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Uyimiz ham o'zi juda ham katta solingan ekan. Remont davom etyapti. Bu ichkari tomonlarni ham o'lchaganmiz, MDFlarni bitkizilyapti. Xudo xolasa bularni ham keyin videolarini tashlab beraman. İşte zazorlari ham mana shu chotga tushgan joylariga. Mana temir ekan, bu temirga ham hamma yo'g'ini chiroyli qilib qatirib, mustahkam qilib o'rnatib berdik romni ham. Bu joyimizga общий kvadrati 96 kvadrat chiqqan. Qadrli kuzatuvchilar, 96 kvadrat joy. 06 kalyonli oynalari bilan eshiklari, hamma eshiklarni ko'rsatdim. Balkon profil ishlangan. Общий summasiga keladigan bo'lsak, 60 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Ishimizga o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mana ustunlarni ham chiroyli qilib alkafonda bukib o'rab berdik, burchak ustunlarni ham. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545
8801. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.